hech kimga qo'shilmaydigan topga chiqib ketishga majbur bo'lib qoladi deganlar, bunaqa hadis bor. O'sha zamon keldimi deb so'ralayotgan bo'lsa, allaqachon keldi shu zaman. Ming afsus, shu zaman keldi. Biz shunaqa zamonda yashashimiz Allohning taqdiri ekan. Endi buni hikmati nima ekanligini ham Alloh biladi. Lekin bir umid bor. Payg'ambar alayhisalom sahoba ikromlarga qarab, sizlar meni sahobalarimsizlar. Menga tushayotgan oyatlarga guvohsizlar. Mo'jizalarimni ko'rib turibsizlar. Shuning uchun men keltirgan dindan agar 50 dan birini qilmasanglar do'zax bo'lasizlar dedilar. Lekin ummatim boshiga shunaqa zamon keladi, shunday fitna zamoni keladiki, men keltirgan dindan 50 dan birini qilsalar jannati bo'ladilar dedilar.